Assalomu alaykum kuzatuvchilar hamda kanalimiz obunachilar. Kaliforniya qizil yomg'ir chuvalchanglari yordamida biogumps ishlab chiqarish biznesiga qiziqayotgan aka-ukalarimiz. Bugun chiqaradigan videomiz 2025-yilning 4-dekabr holatiga, ya'ni shu biznesga qiziqayotgan aka-ukalarimiz uchun hozirgi kundagi chuvalchanglarning sotuvdagi holatini bir qator siz aka-ukalarimizga ko'rsatib o'tamiz. Mana bu joyimizda ko'rib turgan yopilgan usti biogumpslarimiz. Biogumpslarimiz hozirgi kunda kilosi 1400 so'mdan sotuvlari amalga oshirilmoqda. Shu dehqon aka-ukalarimizga yetkazib berishlarni amalga oshiryapmiz. Hozir siz aka-ukalarimizga videoni cho'zmagan holatida chuvalchanglarimizning sotuvdagi holatini ko'rsatib o'tamiz. Dekabr oyi holatiga. Chuvalchanglar ustida yuribdi. Ko'rinayotgan bo'lsa, yangi lichinkadan chiqqan chuvalchanglar ham bor. Har qanday holatidagi Kaliforniya qizil yomg'ir chuvalchanglari. Hozirgi kunda chuvalchanglarimizning narxi 1 kvadrati 1 million so'mdan ikkita banan korobka hisobida viloyat bo'ylab dastavkalarimiz bor. Oziqasi kamay boshlabdi. Buni olib yangi oziqaga tashalgandan keyin sirazi bir kun ikki kunda yangi oziqalarga moslashib ketadi. Zichligini o'zingiz ko'rib turibsiz, juda a'lo darajada. 1 kvadrat Kaliforniya qizil yomg'ir chuvalchanglari, ikkita banan korobkasi 10 kvadrat joydagi 30 santimetr qalinlikdagi go'ngga yetadigan chuvalchang bo'lib hisoblanadi. Shunday. Shunday kunlar yaxday bo'lishiga qaramasdan mana chuvalchanglarimizning holatini o'zingiz bir qator ko'rib turibsiz. Juda zich holatida. Hozir bu joyimizni bir qator ko'rsatib o'taymiz aka-ukalarimizga. Mana bu yaqinda oziqa berganimiz joyimiz. Mana oziqasi yetarli bo'lsa, shuni tuxum qo'yadi ham. Shu biznesga qiziqayotgan aka-ukalarimiz shu ekrandagi nomerlarga bemalol murojaat qilishi mumkin. Bizda hozirgi kunda Kaliforniya qizil yomg'ir chuvalchanglar hamda dehqon aka-ukalarimiz uchun esa biogumps mahsulotlari sotuv davom etmoqda. Chuvalchanglarimiz holatini ko'rdingiz. Mana bu yaqinda oziqa berganmiz. 5-6 kuncha bo'ldi. Va xohlasa buni tugagandan keyin bu taraf, mana bu tarafidan sotuvlarni amalga oshiramiz. Bu joyimizga ham qani chuvalchanglar chiqibdimi yo'qmi, shuni ham bir holatni bir qator kuzataylik. Bitta, ikkita endi yangi oziqalarga chiqib boshlabdi chuvalchanglarimiz. Bitta chiqsa bo'ldi. Mana. Bitta chiqqandan keyin qolgani ham Xudo xohlasa juda yaxshi holatda yangi oziqalarga chiqib boradi.
Cho'lchanglar sotuvdagi holatini ko'rdingiz. Zishligini ko'rdingiz. Shu ekrandagi nomerlarga bemalol murojaat qilishingiz mumkin. Viloyat bo'ylab dastavkalarimiz bor.